Begona emas, o'zingizni jigaringiz kelib so'ramayaptimi? Akajon, Alloh shuncha mablag' beribdi, Alloh shuncha boylik beribdi. Iltimos, bolamga bitta oyoq kiyim olib bera olmayapman. Shunga yordam qiling desa, hozir deb uyga kirib, qachongacha berasiz adasi? Bo'ldi-da endi, o'zi ham topsin desa chiqib, singlim, bilmasdan kecha og'aynimga qarz berib yordim demayapmizmi? Faqat ularni duosi ijobat bo'lib, o'sha yerda Xudo urib qo'ymayapti. Alloh muddatni sal cho'zib qo'yapti, imkon beryapti. Alloh saqlasin, qiyomatga olib qo'yayotgan bo'lishi ham mumkin. Alloh saqlasin. Onamiz aytayapti, ba'zi bir yigitlarda eshitib qolamizda, onasi aytayapti, bolam 2 dona shashlik olib kelib ber, deyapti. 2 dona. Bola nima deyapti? Onajon, yopiq ekan. Topolmayapman, deyapti. Bolasi bitta o'yinchoqni aytsa, ko'zini yummasdan olib beryapti. Endi kambag'alga berishni endi tasavvur qilavering. Alloh subhanahu va taolo urib qo'ymayotgani Allohning bitta rahmdilligi emasmi? Mavsumda turibmiz azizlar. Zakotimizni kimdir so'rayotganda peshonamiz tirishmasin. Peshonasidan o'pib beraylik. Peshonasidan o'pib rahmat senga deb beraylik. Qiyomat kunidagi bitta azobdan qutqaryapsan deb beraylik azizlar.